Hürmetli vatandaşım, leksiyimizi devamlaştırırız. Endeki leksiyimiz mundaq. Ötkende men sizlerge Amerika Merkezi Axbarat İdaresi'nin Çavuşan toğrusuzu mu, yoki Jungo toğrusu sözügen bir sözdün leksiya qılıp anlatqanıtım. Bugün yana Amerika Qo'shma Shtatlar Merkezi Axbarat İdaresi CIA Xitaycha Jungyang Qing Baoju deydi. Muşunun bir parça maqalasını sizlerge anlatıman. Leksiya qılıp anlatıman. Tahlil qilishinglarni umid qilaman vatandaşlarım. Amerika Merkezi Axbarat İdaresi'nin başlığı mındaq dedi. Jungo'nun Amerika'ga salgan tehdidi, Rusya'nın tehdidinden eğer. Mavzulu haber 1. ayının 29. günü erkinlik vakt gezisi ilan kılın. Andın ve New Orbit'e köçürüp besildi. Haber mındaq başladı. Amerika Merkezi Axbarat İdaresi'nin başlığı Mike Pompeo, Jungo'nun Garp devletlerine körüsüdüğün sırlık tesiri, Amerika'ga salgan tehdidi, Rusya'nın saylamga arlaşqanlığıdır mı? Eğer. Amerika Qo'shma Shtatlar Merkezi Axbarat İdaresi'nin başlığı Mike Pompeo, BBC muhbirinin ziyaretini qabul qilganda mındaq ko'rsatdi. Jungo'nun Garp devletleri körüsetken sırlık tesiri ve Amerika'ga salgan tehdidi tehami eğer. BBC haber qilib mundaq ko'rsatdi. Merkezi Axbarat İdaresi'ga başlık bo'lgan bir yıldan beri mening vazifa alayda xizmat xodimlarini bo'lishiga o'z ixtiyor ishlashga qo'yib berish. Bo'lishiga o'z ixtiyor ishlashiga qo'yib bitish. Amerika xalq uchun xizmat qilish. Va BBC'ga mundaq oshkorildi. Jungo'ning iqtisod ko'lami Rossiyanikidan cho'ng. Şuna Rusya'ga selishtirganda zo'r ko'lamda maxfiy singib kirishga xarjlaydigan dasmoyisi bor. Bu yerda Mike Pompeo, Amerika Merkezi Axbarat İdaresi'nin başlığı Mike Pompeo nima demoqchi bo'lib o'tdi? Jungo'ning puli gap singib kirishga, ya'ni josuslarni evatishga, ya'ni josuslarga xarjlaydigan puli intayin ko'pdi. Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Jungo qaratmalikqa ega bir holda Amerika to'g'risida uchurni qo'lga keltira oladi. Hamma yerda Jungo'ning odamlari bor. Diqqat. Hamma yerda Jungo'ning odamlari bor. Mike Pompeo shundaq da'vatidi. Sizmi, bizmi diqqat qilaylik hurmatli vatandoshim. Hamma yerda Jungo'ning odamlari bor. Hamma yerda Jungo'ning odamlari bor. Cümleden mekteplerde, doktorxonalarda, ya Allah, gördünüz mü vatandaş? Amerika'da mekteplerde, cümleden Amerika doktorxonalarda, hatta nurgun Amerika şirketleri de Jungo'ga hizmet kılılgan adamlarını tapqılı buludu. Ne Xudayım, can sakla. Kudret, egesi Allah, Amerika kudret ata kıl Allah. Dikkat kılın manığı vatandaşım. Hamma yerda Jungo'ning odamlari bor. Jumladan maktablarda, doktorxonalarda, hatto nurg'un Amerika shirkatlarida Jungo xizmat qiladigan odamlarni topqili bo'ladi. Demak, Uyg'urning da'vo komiteti yoki da'vo ishlariga bunday kishilarni kirgizib bo'ldi-da, Xitoy. Shundaqmi, hurmatli vatandoshlar? Yevropa ittifoqi Angliyami Jungo'ning ziyonkashligiga uchrayapti. Amerikalar emas. Hozir Mike Pompeo nima deydi? Yevropa ittifoqi, hatto Angliyami shunda singib kirish va josuslik faoliyatining ziyonkashligiga uchrayapti. Mike Pompeo ta'kidlab bundaq ko'rsatdi. Jungo'ning ta'sir kuchi zo'r. Hukumat ko'p ish qilib, Jungo'ning tahdidiga taqobil turish kerak. Jungo'ning ta'sir kuchi zo'r deydi. Şunu Amerika'da hükümet köp iş qilib, Jungo'ning tahdidiga taqobil turish kerak. Jungo'ning ta'sir ko'rsatish vositalari an'anaviy josuslik. Hani bir yerdan tashqari chiqdi gap. Jungo'ning ta'sir ko'rsatish vositalari an'anaviy josuslik va hakkerlarning singib kirishidan boshqa patent huquqini qo'lga keltirib, o'zining shirkatlariga yordam qilish, Jungo bozoriga kirmoqchi bo'lgan Amerika shirkatlariga
iqtisoddan foydalanib ta'sir ko'rsatish. Ko'rdingizmi? Jungo bozoriga kirmoqchi bo'lgan Amerika shirkatlariga iqtisoddan foydalanib ta'sir ko'rsatish. Bu Amerika şirketleri belki dallallık kıladigan işlerini müşla kılış. Mesela bular Amerika şirketleriga Xitoy mush iqtisoddan foydalanib mushuna ta'sir ko'rsatganda paloni millatning kishilik huquqi va paloni millatning siyosiy huquqi degandek masalalarda dal mush kishilar orqali Amerika kongressiga ta'sir ko'rsatish. Bu Xitoy o'ynab kelayotgan o'yinga hurmatli vatandoshim. Jungo bozoriga kirmoqchi bo'lgan Amerika shirkatlariga iqtisoddan foydalanib ta'sir ko'rsatish. Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. O'ttir mezgil va yiroq mezgildan qaraganda Jungo Amerikaning eng zo'r raqobatchisi bo'lib qoladi. O'ttir mezgil va yiroq mezgildan qaraganda Jungo Amerikaning eng zo'r raqobatchisi bo'lib qoladi. Mana shu bir abzasini yana bir o'qib o'tay, diqqat qiling vatandoshim. Jungoning ta'sir ko'rsatish vositalari an'anaviy josuslik va hakkerlarning singib kirishidan boshqa patent huquqini qo'lga keltirib, o'zining shirkatlariga yordam qilish. Jungo bozoriga kirmoqchi bo'lgan Amerika shirkatlariga iqtisoddan foydalanib ta'sir ko'rsatish. Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. O'ttir mezgil va yiroq mezgildan qaraganda Jungo Amerikaning eng zo'r raqobatchisi bo'lib qoladi.